Assalomu alaykum. Qozog'iston Cumhuriyetiga barliq Uyg'ur qarindoshlar. Hammanglarga Qashqa o'g'li, shundaqla O'zki studiyasi Muhammad Tursun Qurbondan hammanglarga o'tliq salom. Mushu munosabat bilan Olmaotada o'tkaziladigan xush kayfiyat san'at kechigida barliq qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishmoqchi bo'lganligimdan intayin xushalman. Oxirda Qozog'iston Cumhuriyetidagi Uyg'ur qarindoshlarning oilasiga baxet, turmushi xotirjamlik, omon esenlik tilayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum Qozog'iston Cumhuriyetidagi barliq qarindoshlar. Sizlarga Şinjan xalqidan o'tliq salom. Yaqinda Olmaotada o'tkazilmoqchi bo'layotgan xush kayfiyat san'at kechiligiga qatnashganimdan intayin xushalman. Hamda sizlarga biz eng yangi, eng nodir Uyg'ur xalq naqshlarini olib kelmoqchi. Sizlarning yoqtirib anglashinglarni hamda konsertimizga qatnashib berishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum Qozog'iston. Salam Almaota. Biz gruppa Asina. Мы группа Asina. 16 dekabrda Shavkat Show konsertida. Xush kayfiyat programmasida biz sizlar bilan yuz ko'rishimiz. Ждите нас. Unutib qolmanglar. Va 20 studiyada.